Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Xabaringlar bor. Mana shu video ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. O'zbekistonlik yigitga qozog'istonlik bir noma'lum shaxs tomonidan bosim qilinayotgani, pul so'ralayotgani to'g'risida ko'plab o'sha muhokamalar, tanqidiy holatlar bo'ldi. Holat yuzasidan bugun 13-may 2026-yil bu holat yuzasidan rasmiy munosabat berildi. Rasmiy munosabatda Turkiston viloyati Sariog'och tumanidagi Qaplanbek o'tkazish punktida sodir bo'lgan huquqbuzarlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi deyiladi. Huquqbuzarlik sodir etganlikda gumon qilinib, Turkiston viloyatining 43 yoshli ishsiz va doimiy yashash joyiga ega bo'lmagan fuqaro tezkor qidiruv tadbirlari davomida qo'lga olingan. Gumonlanuvchi Turkiston viloyati politsiya departamenti Sariog'och tuman politsiya boshqarmasining vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga joylashtirilgan. Hozirda kerakli tergov ishlari amalga oshirilmoqda. Politsiya har qanday huquqqa oid zid harakat qonun doirasida javobgarlikka sabab bo'lishini eslatgan. Shuningdek, chegara hududlarida jamoat tartibi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, davlat chegarasini kesib o'tayotgan shaxslar xavfsizligini nazorat qilish doimiy tarzda olib borilayotganini bildirgan. Demak, bundan bilish mumkinki, 43 yoshli mana shu inson Qozog'istonda o'zbekistonlik insonga o'sha atyorka bilan bosim qilib pul talab qilgani, 500 aqcha ber degani boshqa, mana shu bo'yicha hozir jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mana shu insonga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi ko'rib qamoqqa olingan va holat yuzasidan kerakli holatlarda, ya'ni rasmiy yana munosabatlar berilishi aytib o'tildi. Bu holat yuzasidan yoki u insonni qamab yoki u insonga katta jarima chiqarib berishi mumkin. Endi bizni o'ylantirayotgan narsa doimiy yashash joyiga ega bo'lmagan shaxs. Ya'ni Qozog'istonda bir inson shunaqa gapirib chiqdiki, bu insonni uyini oldiga yoki parkovkasiga qo'ygan mashina, keyin bu parkovkani pulini so'ragan, mana shuni ortidan janjal kelib chiqqan degan qozog'istonlik bir jurnalistmi, blogermi o'sha gapirib chiqdi. Lekin u yerda hech qanaqa parkovka yoki boshqa narsa bo'lmagan. Mana holat aniqlik kiritilib, hozir ichki ishlari tomonidan o'sha huquqni muhofaza qilish tashkilotlar, Qozog'istonning huquqni muhofaza qilish tashkilotlari tomonidan qamoqqa olish ehtiyot chorasi ko'rildi. Aziz vatandoshlar, bizdan yiroqlashmaslik uchun, voqealarni kuzatib borish uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling va kommentariy ochiq oydinlikda o'z fikringizni yozib qoldiring. Barchaga rahmat.